Nexia 1da lekin anchadan beri bunaqangi tana holatda Sonis Trambular Lux konditsionerini ko'rganim yo'q edi. Hozir bitta motorning atsigini ochaman, qadrdon, mana shu maza qilamiz. Motorning atsigi realniy bor, zo'r turib ekanda. Endi probegi bulardagi yuradi. Bularda probeg bo'lmaydi, bularda sostenda bo'ladi. Xo'p, bitta orqa bagajdan oshirilgan nima qilib? Bittada ochyaptimi bu? Buni ovozi anchadan beri eshitganim yo'q edi lekin haqiqatan ham. Bosing bo'lmasa. Ochdimi? Yo'q, juda aqlli ekanda buningiz. Xo'p, to'rtta yaxshi balo Nexia 2006 2005 bu? 2006 Sonis Trambular Lux konditsioner mashina. Konditsioner ham ishlayapti. Ishlamagan nimasi bor buni? Voy, mashinani qarang, yo, gemoroydan tanishtirib kelaman sizga buni qadrdon. Umuman ichida kraska vobshe yo'q. Uzidlarga umuman kraska degan narsa o'zida almashgan tugul, kraska o'zi yo'q ekan. Taniq ichilari. Yaxshi, chotga qotishda turgan. Maylimda qilib ichdan ko'rsatib qo'yman. Bitta like bosib qo'ying, shunaqasidan havas qilib niyat qilib yuruvdi. Shunaqa yaxshi Nexia bu Sonis Trambular Lux konditsioner bo'lsa olaman deb. Mana sizga Sonis Trambular Lux konditsioner o'zi yopman qo'yar ekan-a? Voy, juda ahmoq ekan shu peli. Nima? Farlari, orqa stoplari ham radnoy ekan-a? Xo'p, salon holati zo'r. Bunga bosib qo'ysiz, ana ovozlarga nima deysiz? Ovozlarga kayf qildim lekin. Unaqa ovoz anchadan beri eshitganim yo'q edi biz devolarimizda. Bir laseti pastalar kelib qolmasa, Xudo xohlasa, holati yaxshi, nimalari chotga turibdi, kantachkalari o'zini joy-joyida bo'lib. Tana bu turibdi. Narxini oxirini 2008 ga beraman deyapti. Sonis Trambular Lux konditsioner 2006-yil Nexia 1. General daviniz berasizmi, bermaysizmi bunga? Generalni berasa? Necha kelishdan berasiz. Nexia 1 2008 kami ham bor. Ozmos yo'lda qilib berasiz. Mashinadan maqsad sotish, reklama qilish emas. Ana shu gap chotki gap bo'ldi lekin. Holati anchagina yaxshi. Kraskasi 30-40% ga olishaveradi. Mayda shu lekin kraskasi bor ekan, etda, betda ekanligi. Grubi nimasi yo'qligi uchun mana shu deb aytmayapman. Qadrdonlar kelib, ko'rib, tekshirib, ma'qul kelsa, ostlaring bo'ladi. Turgan adreslari Qo'qon, qayerda edi mahallangiz nomi? Mahallangiz nomi qayerda edi? Vodiy Okean choyxona oldiga kelishaveradi. Bo'ldi gap yo'q. Vodiy Okean choyxona oldiga kelaverasizlar qadrdonlar. Buncha emas 2800 kamini ham qilib berishadi sizlarga. Boshinglar bo'lmasam.